Aka nima mahsulot bu? Aka bu yengillik, xudo xolasa o'zimiz ishlab chiqaramiz. Samakiligi 3D aboy bo'ladi bu. Xo'p. Razmerlar 9 metr, uzunligi eniga 1 metr bo'ladi. 12 xildan oshiq assortimentimiz keldi hozir. Buni yaxshi tomoni aka o'zimiz ishlab chiqaramiz. Xo'p. Ob'yomdan muammo yo'q. Zo'r narsa ekan, aka. Men stik masalasi nima bo'ladi, aka? Buni ham yechim qilib qo'yganmiz aka. Stikki masalasiga buni har xili bor. Bu nima bu? Lentami bu? Bu samakiligi lenta aka bu. Xo'p, Qora rangi bo'ladi, kumush rangi bo'ladi. Ko'pchilik shunga savol so'rayapti, nima qilsa bo'ladi? Qarang, yechim topilibdi-da. Buni bemalol ochib, stikini yopishtirsa, cho'tki turar ekan. Xo'p. Buni necha xil modeli bor? Buni 12 xil modeli keldi hozir. Xo'p. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Do'kon qayerda? Biroz. Do'konimiz Yashnobod tumani Gumbaz qurilish bozorida, panelga yetmasdan. Narxini aytsak bo'ladimi? Kommentariyada aytamiz. Kommentariyada plyus belgisini qoldirasizlar, biz narxini aytamiz. Videoning tagida akam nomlarini yozib qoldiraman. Okalar bemalol aloqaga chiqinglar, любой savollarga javob beramiz.